Teshka. Yana bir qatam tut. Teshka nakati. Çok sırtladı da. Pianino otki nima u? Ana qara. Hey, bırak da. Hey, Romayın bo'ldi. Bu ablaksızda tukunuz mıydı? To'g'ri dedingiz. Onu da koyuyor. Eğer o yeni deniz boyu gelip sürat kalsa, körüp de kalsam, onu herkes geçirmeymen. Hey. Ma'qul Romayın. Atigaliging xo'shal etsin. Anlab tursak, sening xotin parazliging hamon bir kuni peshig'i chiqadi. Shundaqmi? Yaxshi tamoqurlik qilmaydi. Rastidimmi? Sen bir yak cidel tergil keldin yoki pul topqilimi? Amaliyotda pul to'g'riliq keldi. Pul, lekin bizda pul yo'q. Men mingizni pulga setib olay deb kelib edim. Onun elbette telefon xo'jayining bilan munosabati bormi yo'q? To'g'ri, bak. Bu sizning mingidagi elektr to'lqinni lenter ilib olmoqchi. Nayti 10 minutga vaqt ketadi. $10,000 berasiz. Yana bir daha aytdim-ku, 10 minut uchun $10,000 olasiz. Shuni chiqmoldimi? Minutda $1000. Jetmas, shundaqli bo'lsa hamma qiyinchiligimiz hal bo'ladi. Bo'lmaydi, men Jeshkadan ayrilmayman. Jetmas. Dushanbaga qaytib kelgandan keyin bir gap bo'lsin. Jetmas taqa, navodi men 48 soat ichida bu vazifani o'rnayamsam, doktor Franklin bu tadqiqotni bekor qilib turdi. Bu gapga darhol qaror qilish kerak endi. Sizga yordam qilay degan. Birinchisini bosh barmog'ingizning ostiga ilib, andini qalam olgandek ikkinchisini olasiz. Ko'rdingizmi? Jeshka. İkimiz Rosper aralda uçurasak bo'ladigan o'xshaydi. Yo'q, o'zingiz ma'qul qilgan. Men ba'dan turaman. Siz Rosperning xususiy aeroplaniga o'tirib orolga berib turing. Men Bora bilan Guldirmonga o'tirib kayningizga yetib boraman. Tushunabsiz. Mening orolga siz bilan birga bog'im bor. Jeshka. O'tgan qatim sizlar ketganda o'zim yolg'iz televizor ko'rdim. Film bek ta'sirlikkan. Biroq faqat kelarmidim, umidim yonimda siz birga bo'lsangiz, o'tirib birga kelsak. Har qanday film ko'rgandim, ko'ngillik bo'ladi. Bak kızım. Irademizga xilof bo'lsa-mu, bu ishlarni qilishga majburmiz. Bo'libmi cho'ngma? Qarang qizim. Hozir biz sal qiyinchilik tatib qoldik. Pulga muhtoj bo'lyapmiz. Rosper efendi azaldan pulga meni yeb baqqan emas. O talaylik odam. Az bir oy xudo men ayol qolmay yetib boraman. Unutib qolmang. Birinchi talni bosh miltig'ingizning ostiga olasiz. Unda qalam tutgandek ikkinchisini olasiz. Uqdingizmi qizim? e'tirof qilaman, men intayin qoyil. Faza uskunasi, surat uskunasi, sim sistemasi, BOM qurashtirish testisi, qara sepnes, kommutator kontrolg'ich, doktor Franklin karamat odamkan, hammasi ilg'or hisoblagan. Sizning kiritish iqtidoringiz qoyilman. Boyoq yordamchim doktor Xerman. Men burun sizning xatarlik sarguzashtlaringizga oid bir qism kitoblarni ko'rgan, ko'rishgunga qo'shalman. Bek ashirvatdingiz, odamni hijrat qilmang. Sizning xizmat usulingizga qiziqib qoldim. Bu yoqqa keling. Zahnan deyişçe siz maşin asker tadqiqotga o'tibsiz. Sinaq qilyapmiz. Doktor Franklin 2. Dünya urushida qarindoshidan ayrilib qolgan. Uning eng oliy orzusi tinchlikni qo'g'dash. Dal shu bizning tadqiqot maqsadimiz. Buni shaytonlik qilamiz. Bu qurol ovozsiz, tuman energiyalik lazer nuri ishlatilgan. Dushmanning qarshi kuchini yo'qotadi, jinini olmaydi. To'g'ri. Ya'ni bu majorga taqabul tura oladigan birdan-bir qurol. O bu qurolning zarbasini ko'p uchirsa, qarshi ko'rish iqtidoridan qoladi. Major deganinglar, ilk mashinadami? Shundaq. Uning to'liq qismi organik molekula qurilmalar tahliliy mashina odam. Ismi ajab raketga. Addiy ismi Major. Keling, men uni sizga tanishtiray.
Major organik tahlil odam. O balyotqichidan oziqlik qabul qiladi. Kendik orqali hisoblash mashinasi ham nerv tutashmasini o'g'irlashtiramiz. Mana bu yerdan mingizga tutashtirmas, uqdingizmi? Tayyorlaning. Hozirli boshlaymiz. Sepnes qalmasan qilmasam bo'ladi. Sizlar o'rinsiz pul isrof qilyapsizlar. Sepnes ağa, keling, sinab ko'ring. Siz hargizmi odamning vijdonini suratga tushirganda ko'chirib olmaysiz. Majordan paydo qilish uchun zo'r tirichanlik ko'rsatdim. Siz mening oxirgi umidim. Men nimani o'ylay? Sizning nimani o'ylashingiz zarur emas. Biz sizning burungi tajribalaringizni majurga bog'lasaqli bo'ldi. Sizning yaxshilik bilan yomonlikqa bo'lgan tanishingiz uningga ta'sir ko'rsatdilar bo'ldi. Franklinning markazi bir taraf qilish apparati nerv tutashmasini dastlabki o'rinlashtirishni ko'rsatdi. Ular qiynalmayla nishonni tepibdi-da. Iloyim, ularning ishi. O'ng'i tatqay.